Davlatimiz rahbarining muhim tashabbuslaridan biri bo'lgan unikal loyiha Islom sivilizatsiyasi markazi hali ochilganiga ko'p vaqt bo'lmasa-da, butun dunyodan minglab sayyoh, ilm ma'rifat vakillari, davlat va jamoat arboblarini o'ziga ohangrabodek tortmoqda. Quvonarlisi, xalqimiz faxri va milliy iftixoriga aylangan ushbu ulug'vor maskanga bir kunda 5000 mehmon tashrif buyurmoqda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bugun bu yer nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlarning ham e'tibor markaziga aylangan. Ma'lumotlarga ko'ra, muzeyga kuniga 5000 dan ortiq sayyoh tashrif buyurmoqda. Siz tasvirda ko'rib turganday, markaz har kuni mana shunday mehmonlar bilan gavjum. Oqim deyarli to'xtamaydi. Har bir kelgan sayyoh bu yerda nafaqat tomosha qiladi, balki o'ziga xos taassurot bilan qaytadi. Arxitekturasi hayratlanarli darajada go'zal. Unda islom madaniyati va O'zbekistonga xos uslub yaqqol aks etgan. Barcha narsa juda tartibli tashkil etilgan. Bu joy juda yaxshi taassurot qoldirdi. Inshoot juda chiroyli va puxta qurilgan. Endi ichkariga kirib, yanada yaqin tanishmoqchimiz. Xo'sh, markazga kelayotgan minglab odamlarni aynan nima jalb qilmoqda? It's very educational and so beautiful. Juda ma'rifiy va nihoyatda go'zal muzey ekan. Ekspozitsiyalar mukammal darajada tashkil etilgan. Afsuski, fursatimiz cheklangan. Bu joyni to'liq ko'rish uchun esa ancha ko'proq vaqt kerak. Men bu yerda uzoqroq qolib, barcha illyustratsiyalar va san'at asarlarini batafsil tomosha qilishni istardim. Bu mening O'zbekistonga ilk tashrifim va ochig'i muzey kutganimdan ham a'lo darajada. Bu yerdagi 16-asrdan 20-asrgacha bo'lgan boy tarix katta taassurot qoldirdi. Turli imperiyalar va madaniyatlar tutashib, o'ziga xos yangi madaniyat shakllanganini ko'rish mumkin. Muzey nihoyatda katta, 12 soatda ko'rib chiqish qiyin. Kamida bir kun vaqt ajratish kerak. Markazdagi har bir bo'lim juda puxta va did bilan ishlangan. Juda qiziqarli. Bu yer O'zbekistonni yaqindan tanish uchun ajoyib bir kirish qismi bo'ldi. Juda go'zal maskan. Bu joyni bunyod etishga qancha mehnat sarflanganini tasavvur qilish qiyin. Men muzeyda butun kunni o'tkazishni istardim. Bu yerda ilgari bilmagan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Umid qilamanki, dunyoning har bir burchagidan odamlarga bu maskanni ko'rish nasib etadi. Biz Toshkentda atigi 2 kun bo'ldik, ammo qayerga bormaylik, barchasi juda go'zal. Menga juda yoqdi. Muzey zamonaviy va o'rganish uchun imkoniyatlar juda keng. Men bu yerda islom madaniyati hamda undan oldingi davrlar haqida ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldim. Eng qiziq tomoni, tarixni his qilish imkonini beruvchi interaktiv uskunalar ham mavjud. Juda katta va keng qamrovli muzey. Bu yerda o'rganadigan narsalar juda ko'p. Buning uchun albatta ancha vaqt ajratish kerak. Eng muhimi, muzeyda biz o'z mamlakatimizda topa olmaydigan noyob ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Menga juda yoqdi. Bu yerda xizmat ko'rsatish zamonaviy darajada tashkil etilgan. Ayniqsa sun'iy intellektdan foydalanilgani juda qiziqarli va yangicha taassurot qoldirdi. Menimcha bu maskan islom olamining zamonaviy markazlaridan biri. Har kuni kelayotgan minglab sayyohlar aynan gidlar orqali bu ulkan muzeyni kashf etadi. Nafaqat mahalliy yurtdoshlarimiz, xalqaro mehmonlarimiz ham tinimsiz bu yoqqa kelishyapti. Kuniga, misol uchun 5000 ta odam deb ko'rsatilyapti. Eng ko'p rekord darajasida 10 mingtadan oshiq odam bir kunda tashrif buyurdi. Asosan xorijlik mehmonlar bilan ishlaymiz. Kun uzog'i 5 ta, hatto 6 tagacha guruhlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Islomning oltin davri bo'lgan o'sha o'rta asrlarda
Bag'dodda qilingan ishlar yoki Markaziy Osiyoda Ma'mun akademiyasida qilingan ixtirolar bobolarimiz tomonidan, ana Beruniyning globuslarni ko'rib, hattoki uni hozirgi kun koordinatasiga yuqori darajada, hattoki 90%gacha aniqlikda qilinganligida ko'rib, ular rostakamiga lol qolishyapti. Shunchalik qiziqib ketishgan, hattoki maxsus savollar ham berishyapti. Hattoki ularning ixtirolari qanaqa ishlaganiga u paytda biz hozir bilgan texnologiyalar yo'q edi, lekin ular o'sha aql kuchi bilan, hisob-kitob bilan mana shunday bir darajaga erishganligini, hattoki biz Mirzo Ulug'bek haqida gaplashgan paytimizda hech qanday bir ortiqcha zamonaviy texnologiyalarsiz yulduzlarni oddiy inson ko'zi bilan kuzatib turib, hatto 1018 ta yulduzni aniq koordinatasini joylashuvini aniqlaganiga o'zi bilan lol qolishyapti. Bugun Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat tarixni aks ettiruvchi maskan, balki turli madaniyatlarni bog'lovchi ko'prikka aylanmoqda. Bu yerga kelgan har bir mehmon esa ko'rib guvoh bo'lganingizdek o'ziga xos taassurot bilan qaytayapti.